Tak do'stlar, afg'on kamazini qaranglar. Yama interesting. Bu yerdaligini. Indiyaga o'xshadi. Afg'on kamazlar mana shunday bo'lar ekan-da. Katta. Orqalar tushunsiz. Kamaz oldi. Chizib talaganda. Nima chizib talagan bular? Bugun ishlamas ekan. Afg'on stanosi, stolovoyi. Sibat, hammasi sibatgan ekan bular. Ko'rlaringmi? Videoni kuzatib boringlar, like'larni ayamanglar, podpiska qilib qo'yinglar, podдержкада bo'linglar. Biz ham chiroyli videolar chiqaramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Afg'oniston bozori bilan tanishtiramiz. Biz bilan birga bo'linglar. Podpiska, like. Birolar aytayapti-ki, like, podpiska deysan, nima qilding deb. Endi asta qilamiz. Mana odamlar yuribdi, ketyapti bozordan chiqib. Qanday ko'rinishga ega. Hozir Afg'on bozoriga kiramiz. Narxlar bilan tanishasizlar. Xohlovchilar kelsa bo'ladi, bitta pasport bilan kirasizlar. Spokойно. Mashin bilan kiruvchilarga texpasport. Mashin qarzdorligi bo'lmasi kerak, kredit, pobeg degan narsa bo'lmasa, spokойно kirib chiqib, maza qilib, aynalib, itilib ketsalar, kechgacha spokойно yurasizlar. Afg'on bozorida ko'p narsani arzon deyishadi. Hozir endi shu narsalar tushirishga harakat qilamiz. Agar ichki ishlar xodimlari mishayt qilmasa, syomka qilinish mumkinmi, mumkin emas, shularni ham aytib ketaman. Mana I love you Aerotom. Tak. O'ng tarafda bokslar joylashgan ekan. Afg'onlar o'tiribdi. Tomosha qilishlari mumkin. Afg'on odamlarni. Tak do'stlar, soat biz 12 dan keldik. Katta xato qilgan ekanmiz. Ertalab yoki kechqurun kelish kerak ekan. Albatta kelmanglar. Kun issiq endi. Gapi 40 gradus. Ichkari kirib olguncha. Afg'on yigitlari spokойно yuribdi, mana ko'rib turibsizlar. Mana bir katta qanday joy ekan. Tak do'stlar, Afg'on yigitlari yuribdi. Tomosha qilamiz. Bular ham endi svobodniy harakatlanyapti hozir. Oldingi anaqa yo'q bularda ham, qonun qoida. Afg'on bozorini ko'plar tushirganmi deyman-da. Shuning uchun bir xillar ko'rsa qo'l ko'taryapti. Meni ham tushir deganda. Esdalikda bu. Tak tez burger. O'zbek bozori ham bor ekan. Qayda? Ana o'rtadan. Tak. Afg'on suxofruktisi. Böyle ajnalar. 4 fasl mevasi var. Aslida afg'onchami, arabcha yozilgan. Do'stlar, mana choydan ichinglar. Menda bor uyda. Mana choyni eslab qo'ysaring. Bu narx qancha buni? 15.000 so'm. Mana shuni sotib olamiz. Mang. Hozir. O'zlar pista. Chaqchuq. Mana bu uzunlikni ko'rgan. Kattaligini qaranglar. Vahshiy. Mana bu qancha? Ha, olamiz.
Do'stlar, mana shu 40 ming so'm ekan. Uzunni lekin mayizni kattalarini ko'ring, tomosha qiling. Вообще sifat degan bo'lishi mumkin emas. Hamda narsalar bor ekan. Bu anjir. Anjirdan qilingan qoqi. Bu qancha bu? Tutursa 50 ming. 50 ming yo ko'p. Bo'ladimi buncha olsa? Beramiz. Qancha desa. Mana buncha bo'ladi. Qancha desa. Mana shu 2 soat olmoqchimiz. Qo'lim bilan ushlayapman, o'zim yeyman, aytmanglar yana qo'ling bilan ushlayapsan, kecha birov yozib yubordi, burningni ushlama deb. Kichkinadan keyin ushlasan. Mana shu qanchaga chiqdi? 10 ming. Mana shu 10 ming so'mga chiqdi. Ha, ko'rlaymi? Blogersiz? Ha. Siz betingizga bijil qo'yaveraman. Tak, do'stlar, mana uni oldik. Choy. 65 ming. Mana buni oldim men o'zim yaxshi ko'raman. Buni oldim. Bor bo'lgan 65 ming so'm. Bu degani 2 ming tangaga shunchani solyapmiz. Tak. Keyin olgan suvlari bor ekan do'stlar. Mana. Bir blok 30 ming ekan aka, to'g'ri dedim. Kattasi 55 ming. Toza mangosi. Qaytib olamiz-da. Tarqatamiz. Bunday suvlar. Mayli. Tak, do'stlar, mana yerdan sotib oldik, endi bir ozgina narsa uyga borib yeb ko'ramiz-da. Afg'on bozori. Hozir afg'on oshi bo'lsa, afg'on oshidan yeb ko'rsataman. Afg'on yigitlar yurtda mana. Afg'on yigitlari hamma shu yerda. Ko'rinish tomosha qiling. Mana shu bozor ko'rinishi. Вообще. Mana bu hozir biz mana bu yuribmiz. Mana shunda yuribmiz. 4 ta boks bor. Mana shu narsalar. Mana shu xuddi shu ko'rinish solinganda bozor ko'rlaringmi? Do'stlar, kimni ko'ryapmiz biz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimiz. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Salom deb qo'ying bizni pastpishlarga ham. Shu odam tanilaring, ha? Assalomu alaykum hammaga. Mana shu bismillah. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. YouTube'dan tekshiramiz, tomosha qilamiz hamisha. Rahmat. Bitta shuning uchun like bosinglar mana. Udachi deydi-da bu ham. Like bosib qo'ying akamizga. Alloh rozi bo'lsin. Podpiskani ham aytib yuboring bularga. Like va obuna sizdan inshaalloh. Obuna bo'lsam esdan chiqmasin. Tak, menda choylar bor. Agar kesalaring, men mana oldim bittasini 25 ming so'mga. Ha, 15 ming so'mga olgandim, oldim. Ha, tomosha qilinglar. Afg'oniston soklari ham bor ekan do'stlar. Ko'ryapsanmi? Endi bular ham o'zlarining narsalarni chiqarib boshlaganda.
Choylar qanchadan? Qaysi choylar? Mana shular. Ular 18 ming, 50 ming, 25 ming, 15 ming har xili bor. Har xili bor do'stlar, kelaverasizlar mana Og'on bozor Kiloligida kesalar. bor. Mana shu A1 1222 degan joyga kelaverasizlar mana. Ha, misklar bor. Har xillari bor ekan. Hidi вообще boshqacha. Mana zo'r joyga kirdik, ko'ylaklar olaverasizlar kelib. 180 ming so'm, 200 ming so'mdan boshlanadi, 250 ming so'm har xil narxda. Hamda choponlar bor ekan, afg'on chopon. Hamda tuluplar bor. Bular qanchadan? Ayollardiki. Ayollardiki, ha? 200 ming so'm, ha? Arzon ekan. Tak, do'stlar, mana bu afg'on qozoni deydi. Mana shunga ovqat pishiradi. Zo'r chiqadi. Qaysi? Zafran? Tak, do'stlar, qaranglar, mana bu zafran deydi. 3 tuguni 2 litr suvga solib ichsa, bu anaqa qilar ekan. Foydali narsa ekan. 30 ming so'm. Mana shuni olamiz. Keyin choy qilib ichib ko'rsataman men sizlarga. Tak, bu afg'on qozonlari. Qanchadan bu? 260 ming. Ko'ryapsizlar, 260 ming mana. Buni ochib xohlagan narsa pishiraverasizlar. İçiga solib. Tak, mana do'stlar, afg'on afg'on ming afg'oniy. 180 so'm. 180 ming so'm. Mana bu 180 ming so'm, tangaga где-то 7 ming tanga. Mana shu 7 ming tanga bo'ladi, do'stlar. Bu eng katta pul, ha, Afg'oniston. Bu eng katta pul ekan. Tak, do'stlar, ko'rdilaringmi? 1000 afg'oniy 180 ming so'm. 7 ming tanga kursda almashtiraverasizlar. Afg'on qozonlari bor ekan, do'stlar, mana. Xuddi baynakidek ko'rdilaring, ha? Mana tak, do'stlar, ikkinchi tarafiga kiryapmiz bozorini. Birinchi tarafi idishlar, kiyimlar. Ikkinchi tarafda gaz plitalar ko'rinyapti o'zi. Afg'on gilami. Materiali вообще bu nimadan tikkan buni? Qoyil 2 marta. Bu tikkan odamning o'zi ham bir ruchnoy izделияda bu. Ha, onda choynak bor ekan. Choy qilib, choy ichasizlar. Tak, do'stlar, qaranglar, qanday kiyimlar bor. Afg'on milliy kiyimlari. Ko'proq qizlarga ko'rsatyapmiz buni. Hamda kiyimlar bor, cho'tki kiyib yurasizlar mana. Juda chiroyli. Ha, qaranglar do'stlar. Yog'ochdan yasalgan har xil narsalar. Mana bu mehmon kelganga zo'r ekanda, frukt. Kishnalari ham bor ekan mana.
qanday sindirlar bor ekan. Mana do'stlar, ikkita bozorni ham ko'rdik. Endi sekin afg'on ovqatlari bilan tanishamiz. Har xil ovqatlar bor deyishadi. O'zim birinchi marta kelishim. Yo kechqurun yo ertalab kelish kerak-da bu yerga. Kun issiq ekan, juda ham 40 gradus. Tak do'stlar, morojni olishga qaror qildik yana. Ko'raylik. Afg'on morojnisi qanday bo'ladi? Wow. Esma iç suda. Ne? Tak do'stlar, qaranglar, yangi kuyov bola. Xina qo'ygan bular, mana. Mana aka. Bugun kuyov bo'ldingmi? Avvalo bayramga. Yangi kelin. Bir hafta ham bo'lmaydi. Malades. Kelin necha yoshda? 23 yoshiga. Tak do'stlar, ko'rlaring. Xina qo'yib olgan, xina. Bularda положено ekan, to'y. Yangi kuyov bo'lgan xina qo'yar ekan oyoqqa, qo'lga. Endi hozir afg'on stolovi shu yoqda deydi, hozir afg'on stoloviga borib ham obed qilamiz, ham sizlar bilan tanishtiraman. Qanday ovqatlar bor ekan. Afg'on menyusi. Do'stlar, mana shunday bir choyxona topdik. Hozir shu yerdan kirib menyularni ko'rsatamiz. Shunday chiroyli joylar. Kechroq kelsa aynasa bo'ladi. Parklari bor bolalar uchun spesialniy. Chotki. Do'stlar, mana shu joyga joylashdik. Hozir zakaz qilamiz. Tak do'stlar, bizning birinchi zakazimiz keldi, mana bunday narsa. Afg'onda bilmayman, echkisini, sigarini qo'yidan bo'lgan sutdan qilgan ekan. Ichib ko'ramiz. Bismillah. Я хочу вода. İçida qaranglar, muzi bor. Zo'r ekan. Что хочешь? Да? На, эй. Чё? Rayhon bor ichida. Rayhon bo'lganda da. Rayhon qo'shilgan. Rayhon emas, ko'p miyata siyoqtasan, yalqis. Miyata da emas. Rayhon da emas. Rayhonda ko'p qarashli bor. Ko'p yalqis bo'lsa. İçsang ichaverar ekansan da. Osh bo'lsin hammaga. Tak, afg'on bir narsasi deydi, afg'on guruchi bo'lgan, ichida go'sht, quyruq. Mana shunday bitta ovqatimiz keldi. Tak do'stlar, prova qilib ko'ramiz. Pripravas ko'proqmi deyman. Bismillah. To'g'risini aytsam, moyli ekan. Чересчур. Et qo'yinda ham ta'mi neobычный. Go'sht, qo'y go'shti deydi. Osh olganda, afg'on osh bo'lganda osh zakaz berar edim. Hamma yoqimli ishtaqa. Mana bu ikkinchi ovqat. Обычный bu ana bu. Tovuq go'shti qilib hamma yoqimli ishtaqa. Tay do'stlar, ovqatlanib chiqdik.
Ovqatlar ne tak, короче. Bo'ladi. Ikki xil ovqat zakaz bergandik, 3 xil. Ko'ngildan uncha chiqmadi. Har o'zbek milliy taomlari boshqachalar. Afg'onlar o'tiraverar ekan. O't ustiga ham borib yotib olgan. Biz bu gazonni bosishim mumkin emas. Bular gazon ustiga oyoqlaring chiqib mulla taylab вообще mazaq o'tirar ekanda ular. Bir xil uxlab yotdi, endi. Tipa gazon anonga o'xshar ekanda ularga. Ha, yotdi. Mazaq. Bospa o'tdi. Ha, uxlab yotdi. Ha? Tak, do'stlar, mana park bor ekan hali ham. Qo'g'on bozorining parki. Гостиница ular. Gостиница, короче. Tak, do'stlar, shuning bilan Afg'on bozorini tanishtirib bo'ldik deb o'ylayman. Mana shunday ko'rinishga ega, kelinglar, faqat yo kechki payt 5 dan keyin 10 dan 10 gacha ekan ertalabki. 5 dan keyin kelinglar yo ertaroq kelinglar desam, u issiqlikdan. Yoz faslida kelish nijlasini вообще issiq ekan. Lekin afg'onlar mazaq o'tiraverar ekanda, o't ustiga ham borib yotib olaman, o'tirib. Tak, hammaga sog'lik, salomatlik, podpiska qilib qo'yinglar. Klass bosib, ayamay, podpishka tursalarning chiroyli videolar chiqaramiz. Yaxshilikda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.